Quyosh nur sochgan o'sha bahor tongi hali ham esimda. Aziz bilan turmush qurganimizga endigina 1 yil bo'lgandi. Men o'zimni dunyodagi eng baxtli ayoldek his qilardim. Uning tabassumi xuddi qorong'u xonani yoritgan chiroqdek issiq va yorqin edi. Biz kichkina, eski, ammo juda shinamgina hovlida yashardik. Hovlimizda bitta o'rik daraxti bor edi. Bahorda u shunday go'zal gullardiki, butun atrofga ifori taralardi. Har tong Aziz meni yuzimdan asta o'pib uyg'otar, quloqimga shirin so'zlarni pichirlardi. Sen mening hayotimning mazmunisan, gulim. Sen uchun tog'larni talqon qilishga, osmondagi oyni olib kelishga tayyorman. Men bu so'zlarga chin dildan ishonardim. U qattiq ishlasada kechalari hech qachon charchaganini bildirmasdi. Yulduzli osmon ostida birga choy ichib, kelajagimiz haqida orzu qilardik. U menga katta uy qurib berishini, uyimiz farzandlar kulgusiga tolishini aytardi. Uning qattiq, pishiq qo'llarimni tutganda, butun dunyodagi tashvishlar unut bo'lardi. Azizning ko'zlarida men faqat mehr va cheksiz muhabbatni ko'rardim. Men uni sevardim. Butun vujudim bilan, hech qanday shubhasiz sevardim. Hayotimiz xuddi go'zal bir ertakka o'xshardi. Muhabbatimiz shunchalik kuchli ediki, hech qanday shamol uni o'chira olmasligiga ishonchim komil edi. U mening himoyachim, tayanchim, meni yagona qahramonim edi. Ammo qachon bu ertak tugab, dahshatli tush boshlanganini aniq ayta olmayman. Hammasi asta-sekin, sezdirmasdan o'zgarib bordi. Boshida Azizning ishdan kech qaytishlari boshlandi. Uning o'sha charaqlab turadigan ko'zlarida qandaydir qora, qo'rqinchli soya paydo bo'lgandi. Ishlarim ko'p, jonim, boshlig'im qiynab yubordi, derdi u ko'zlarini mendan olib qochib. Ammo ayol qalbi hech qachon aldanmaydi, men nimanidir sezardim. Tunlari uxlolmay, uy ichida u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Men undan nima bo'lganini, qanday muammo borligini so'rasam, u doim asabiylashib bitta gapni takrorlardi. Hammasi yaxshi bo'ladi, men o'zim hal qilaman. Sen xavotir olma, tushundingmi? Negadir o'shanda uyimizdagi o'sha issiq muhit yo'qolib borardi. O'rnini sovuq, og'ir sukunat egalladi. Keyin galati telefon qo'ng'iroqlari boshlandi. Yarim tunda telefon jiringlar, Aziz qo'rqib ketgan holda hovliga chiqib, kimgadir past ovozda qaltirab yalinardi. Men yotoqxona derazasi ortida turib, uning yig'lamsiragan ovozini eshitardim. Iltimos, aka, yana ozgina vaqt bering. Hammasini qaytaraman, uyni sotaman, barchasini to'layman, derdi u. O'shanda bildimki, bechora erim o'ta katta qarzga botgan. Qimor o'yinlari. U o'zini yo'qotib, hammamizning hayotimizni tikib yuborgandi. Shunda ham men uni qo'llab-quvvatlashga harakat qildim. Men unga tasalli berdim, qo'llaridan tutib yig'ladim. Hech qisi yo'q, Aziz aka. Boshqatdan boshlaymiz, kerak bo'lsa mardikorlik qilamiz, qarzni uzamiz, dedim. U meni mahkam bag'riga bosdi. Lekin bu quchoq endi issiq emas, muzdek edi. O'sha mash'um kuz oqshomi hayotimni umrbod do'zaxga aylantirdi. Yomg'ir shivalab yog'ayotgan sovuq tun edi. Eshigimizni kimdir xuddi buzib kirmoqchidek qattiq urib taqillatdi. Azizning yuzi oqarib ketdi, qaltirab qoldi. Uning ko'zlarida haqiqiy dahshatli qo'rquvni ko'rdim. U eshikni ochganda bosahida barvasta qomatli, qop-qora kiyingan 3 ta kishi turardi. Ularning o'rtasidagi odam qimmatbaho palto kiygan, yuzida hech qanday his-tuyg'u yo'q, ko'zlari ilondek sovuq bir kishi edi. Ular uyimizga xuddi o'z uyiga kirgandek bostirib kirishdi. Loy oyoq kiyimlari bilan toza gilamlarimni bosib ochishdi. Aziz uning oldida xuddi kaltaklangan kuchukdek boshini egib qaltirab turardi. Qarzni berish vaqti keldi, Aziz, dedi past, ammo butun vujudni muzlatadigan xirillagan ovozda. Lekin sening bir chaqang ham yo'qligini, bu xaroba uying esa allaqachon bankda garovdaligini bilaman. Men qo'rqib, oshxona burchagiga qisilib oldim. Nima bo'layotganini aqlimga sigdira olmasdim. Haligi odam xonani pastkashlarcha ko'zdan kechirib chiqdi-da, oxiri menga qaradi. Uning qarashi oddiy odamning qarashi emasdi. U xuddi qassobning semiz qo'yga qarashdek qarayotgan edi. Etim jimirlab, yuragim qafasdagi qushdek tipirchilab ketdi.
Senda menga beradigan hech narsa qolmadi deyishgandi, dedi u odam sekin jilmayib. Ammo uning tishlari orasidan chiqqan bu tabassum dahshatli edi. Lekin xotining juda yosh va go'zal ekan. Men Azizga yalinib qaradim. U menga himoya izlab emas, yordam so'rab qarar edi. Uning oshi tog'larni talqon qiladigan kuchli qo'llari hozir yonboshiga tushgan erim bir so'z aytishga qo'rqib turardi. Aziz aka, nimadir deng. Ular nima deyishmoqda? Ularni haydab soling deb yiglab yubordim. Lekin Aziz menga qaramadi. U yerga tikilgancha ovozi tutilib gapirdi. Akajonim, agar rozi bo'lsangiz, qarzimning evaziga uni oling. Hamma qarzimdan voz kechasiz. Faqat meni oldirmang. Iltimos, dunyoyim axtarilib ketdi. Quloqlarim ostida qandaydir og'ir guvillash boshlandi. Havo yetmayotgandek edi. Erim, men jonimdan ortiq sevgan, ishongan odam. Bizning orzularimiz, sevgi haqidagi qasamyodlarimiz, hammasi bir soniya ichida qora tuproqqa qorildi. U meni sotdi. O'zining iflos, qimorboz jonini saqlab qolish uchun meni pul o'rniga moldek berib yubordi. Men uning uchun inson emasdim, men shunchaki qimmatbaho buyum edim. Men yugurib borib Azizning etagiga yopishdim. Yo'q, Aziz, Xudo haqqi, bunday qilmang. Men sizning halol juftingizman. Meni bu vahshiylarga bermang deb dod soldim. Yuz-ko'zlarim ko'z yoshlarga shalabbo bo'lgandi. Ammo Aziz meni sovuqqonlik bilan itarib yubordi. Men polga yiqildim. Uning ko'zlarida endi menga nisbatan na sevgi, na rahm-shafqat bor edi, faqat o'z jonini qutqarish istagi yonardi. Meni kechir. Boshqa ilojim yo'q, dedi u shivirlab va ko'chaga qarab yuzini o'girib oldi. Haligi odamning barzangilari kelib qo'llarimdan qattiq ushlashdi. Men tipirchilardim, dodlardim, tirnoqlarim bilan ularni tirmalardim, qichqirardim. Ammo qancha harakat qilmayin, ularning bahaybat kuchiga bas kela olmasdim. U indamay qarshimga keldida sochimdan shunday qattiq tortdiki, bosh suyagim sinib ketgandek bo'ldi. Endi ovozingni o'chir, yiglama, dedi u yuzimga yaqinlashib. Uning og'zidan qon va tamaki hidi kelardi. Sen endi mening mulkimsan. Erkak kishi qarzini to'lashi kerak va sening ering uni to'ladi. Endi sen faqat menga bo'ysunasan, shunday deb yuzimga qattiq shapaloq tortib yubordi. Zarbadan qulog'im bitib qoldi, og'zimdan issiq qon sizib chiqdi. Meni ko'chaga, yomg'ir ostidagi qora mashinaga sudrab olib chiqishdi. Yomg'ir tomchilari yuzimdagi qon bilan qo'shilib oqardi. Mashina joyidan siljiganda oynadan orqaga, bizning o'sha kichkina, soxta baxtli uchamizga qaradim. Aziz eshik og'zida turar, mashinaga qaramaslikka harakat qilardi. Shu on unga bo'lgan barcha sevgim, umidim butunlay oldi. Uning o'rnini muzdek nafrat va cheksiz qorong'ulik egalladi. Mana endi men baland, o'tib bo'lmas devorlar bilan o'ralgan dabdabali uyning yerto'lasidaman. Bu yer mening yangi qafasim. Zardozlik va qimmatbaho mebellar bilan bezatilgan, ammo dahshatli qafas. O'sha odam uchun men tirik inson emasman. Men uning kuchi, puli va shafqatsizligining ramzi, qimmatbaho o'yinchog'iman. Har kecha eshigimning qulfi ohista ochilayotganini eshitganimda, butun tanamni muzdek ter qoplaydi. Yuragim to'xtab qolayotgandek bo'ladi. Menga qilinayotgan zulmlar, jismimdagi ko'karishlar va azoblar, bularning hammasiga chidash mumkin. Ammo eng katta og'riq, meni ich-ichimdan kemirayotgan zahar, bu xiyonatning dahshati. Men ishonch nimaligini butunlay unutdim. Inson qanday qilib o'zi bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan, sevgan insonini sotib yuborishi mumkinligini aqlimga haligacha sigdira olmayman. Bugun oynaga qarasam, u yerdan o'sha baxtdan porlab turadigan xayolparast qiz menga qaramayapti. Ko'zgu ortida ko'zlari butunlay so'ngan, ruhi va orzulari tiriklayin komilgan, tirik murda turibdi. Men har kuni faqat bitta narsani, tezroq olim kelishini so'rayman. Chunki bu dahshatli ochiq ko'z bilan ko'rilayotgan tushdan uyg'onishning boshqa iloji yo'q. Aziz o'zining iflos hayotini saqlab qoldi, lekin u mening qalbimni, tirikligimni, insoniyligimni oldirdi.
Endi qorong'u xonamda yolg'iz devorga suyanganimcha faqat bitta haqiqatni o'ylayman. Muhabbat bu dunyodagi eng katta va eng shafqatsiz yolg'on ekan.